Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Dünyanın barlıq joylarida muhacirlikda, musafirlikda yaşab atgan Uyg'ur qarindoshlar. Bugün biz dostumuz Abdug'ani Sabit bilan birga bizniki Uyg'ur studiyasida bir yerga keldik. Necha vaqtdan bir qarindoshlar bilan bu Facebook'ningki canlı naq meydandan bir yerga kelib do'stlar bilan ham suhbatda bo'layli degan bir planimiz bor edi. Allah bugungi nasib qildi. Allah'ın rahmeti bilan bugün qarindoshlar bilan bu ekran oldida o'rtaq ba'zi masalalar ustida fikr almashtirish, ham suhbatda bo'lish uchun bu yerda o'tirib o'tamiz. Hammalarga ma'lum, yaqindan beri bizningki Uyg'ur xalqininki, ya'ni Sharq Turkistonimizning mujodilasi temasida dunyodagi bu tashviqot urushiga yetishilish uchun, bu tashviqot sohasiga yetishilish uchun nurg'un shaxslar o'tirib chiqishga boshladi. Abdug'ani Sabit qarindishimizga o'xshagan, men o'xshagan va yoki bir qarindishimizga o'xshagan va yoki ba'zi organlar qurilishga boshladi. O'ylam to'rbiktiga o'xshagan va yoki uningdan boshqa tashviqotda burunqi tashviqot organlar bo'lsin va keyin o'tirib chiqqan organlar bo'lsin. Dunyoninki Uyg'ur davosini dunyo insonlariga bildirish uchun va bu sohada mujodilamizni dunyo bilan o'rtaq shaklda, ya'ni Xitoyga qarshi zulmda o'rtaq shaklda yetishib bir mujodila harakat elib berishimiz uchun har yerdan bu tashviqot sohasiga bir ko'ngil bo'lish o'tirib chiqdi. Ammo yetarlik shaklda mablag' silinmaganligi uchun bugungacha bizningki Uyg'ur davosini, Sharq Turkiston masalasini dunyoga anglitishda biz qiyinchilik tortib o'tamiz. Chunki bugun dunyoda o'tgan qatimliq videomizda deb o'tganga o'xshash 3 turli urush bo'lyapti. Bu urushninki ba'zi vaqtlarda biz zoyasiga ketyapmiz, ba'zi vaqtda boshqalar tarafidan o'ylanib ketyapmiz, ba'zi vaqtlarda boshqalar tarafidan qo'llanib ketyapmiz. Chunki biz yetishib olmaganligimiz uchun dunyodagi lobbichilik bo'lsin, siyosiy kurash bo'lsin, ijtimoiy kurash bo'lsin, diniy, fikriy va yoki ilmiy jihatlarda yetishib olmayotganligimiz uchun, ya'ni uzundan beri Xitoyninki zulm ostida, nadonlikda, jahillikka mahkum qilinib, fikriy jihatdan, ideviy jihatdan, ilmiy jihatdan bir ichilish keyniga surilib ketganligi uchun bizdek bir kulturlik, madaniyatlik bir millat bugungi kunda Xitoydan iborat bir zolim, jahil, bir badbaxt bir millatninki qo'l ostida qolib qoldik. Buningdagi masala nima degan vaqtida ilmdan, fikrdan, ideyadan, ilmiylikdan mahrum qoldirilganligimiz tufayli Xitoylar tarafidan biz ba'zi masalalarda qiyinchilik chiqib, tashviqot sohasida ham bugungacha bizningki bir mustaqil bir sohamiz o'tirg'a chiqmadi. Ya'ni faqatla ba'zi qarindoshlarimiz o'zininki qo'ldan kelishicha shaxsiy kuch-quvvati bilan ba'zi organlar, tashkilotlari qo'ldan kelishicha o'zininki kollektiv kuch bilan o'tirg'a chiqayotgan bo'lsa-mu, yana biz tashviqot masalasida yetarli jihatda xizmat qilyapmiz deyolmaymiz. Chunki bu millatninki bütün kuchlari, bütün mujodilasi, bütün harakatlari, bütün mayli ilmiy, mayli diniy, mayli har qanday bir shakldagi mujodilasi bu tashviqotga nihoyatda jiddiy bog'lanishlik bo'lganligi uchun buni qarindoshlarga muhimligini bildirish uchun, buningga mablag' solishning muhimligini bildirish uchun, bu masalani hammalarninki diqqat chekishimizni bildirish uchun yana bizning tashviqot sohasida xizmat qilayotgan, bular yaqindan beri mayli Misr masalasi bo'lsin, mayli boshqa masalalarda Facebook bo'lsin, YouTube bo'lsin, Twitter bo'lsin, o'zining qo'lidan kelishicha bu vositalardan foydalanib Uyg'ur davosini, Sharq Turkiston masalasini dunyoga anglitishga tirishayotgan shaxslardan biri bo'lgan do'stimiz Abdug'ani Sabit bilan bu masala ustida o'zimizning ko'ngildagi ba'zi gaplarimizni qarindoshlar bilan o'rtaq shaklda ekran oldida qilayli deb bu yerda o'tirib qarindoshlar. Yaqinqi vaqtlarda ilib borgan tashviqot masalalarimizda bular shu Misrdagi qarindoshlarimizni o'ltiraqlashtirish, ularni taqitish va ularningki qiyinchilikdan o'tib olish masalasida dunyoga bir ses, ovoz chiqarish masalalarida bizning qarindishimiz do'stimiz Abdug'ani Sabitni o'zining qo'lidan kelishicha xizmat qildi. O to'g'risida men qarindishimizga hozir so'zni bersam, o'zining ko'nglidagi bo'lib, yaqindan beri bo'lib Misr masalasida ba'zi dunyodagi ba'zi tashviqot organlariga ma'lumotlarni berdilar. Bu hamda nurg'un dunyoda bir ses keltirdi. Hatto Yevropaga kelgan qarindoshlarimizga, hatto ba'ziga
şu ayrılığın özdilam ikametini verdi. Bazıları 3 günden keyin, bazıları 8 günden keyin verdi. Bunun da bizdeki teşviqat sahasida dünya bilan ortak şekilde mangallıqımız üçün, yani meyli BBC olsun, meyli CNN olsun, meyli El Jazeera olsun, dünyadaki en kuşluq teşviqat sahadır bunu anlap, ciddi şekilde bununla tirqitini berdi. Tirqitini bergenden keyin Gollandiya hökumetimi şahsen biz bu yerda bo'lganlik uchun bu yerdagi masalani tilga olamiz. Gollandiya hökumetimi buni ciddi qaradi. Men nurg'un Misrdan kelgan qarindoshlarga nisbatan aktivchanlik bilan o'ziga oldi yana. Buningda ciddi rol o'ynagan bo'ldik. Buningda endi o'tgan qatimliq shu dunyo teşviqat medya sahasida sizlar Abdug'ani Sabit bir shaxs olarak dunyoga o'zingizki qo'ldan kelishicha Uyg'urlarning dardini bo'lib Misrdagi bolalar uchragan qiyinchiliklarni dunyoga anglatdinglar. Buningdan qanday qiyinchiliklar bo'ldi, qanday ijobiyliklar bo'ldi. Buningda masalan shu muxbirlar bilan aloqalash jarayonida yoki ular televiziyalarga chiqish masalalarida bizning bir chiqish yo'limiz bormi buningdan keyin? Bunun qanday bir ishlar yuz berdi, buni qarindoshlardan ko'ngilli so'zlar orqali bir isbotlab bersam deyman. Assalomu alaykum iqrodor qarindoshlar. To'yman ko'p rahmat. Bu tashviqot to'g'risiga masala kelgan bo'lsak, Uyg'ur xalqi biz ataq ilgari ketayli. Uyg'ur xalqi shu kommunistlar esagandan tortib bugunga qadar yoki undan tortib yoki burungi Xitoylar bo'lsin, biz ozkam 130 yil shu Xitoy millatiniki, ya'ni Xitoy millatchilariniki va Xitoy zolim tajovuzchilarniki e'rozga uchrab keldik. Yaqinqi yillardan aytadigan bo'lsak, bizning shu da'vo sepidagi inqilobchilarimiz, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayiniki yo'lboshchilari qo'ldan kelishicha bizning xalqimizniki ovozini shu 1990-yildagi Barin inqilobi va shunga birga Xotandagi, G'oljidagi va Urumchidagi qonliq qirg'inchilikni xalqaro axborot sohasiga qo'ldan kelishicha olib chiqqanligi uchun g'arb dunyosida Uyg'ur xalqining haqqoniy da'vosi, ya'ni bu haqqoniyatni qo'llaydigan, haqqoniyatni himoya qiladigan odamlarga qo'lishib erishganlikdan bugun 15 yil burun qarasangiz Yevropada bir Uyg'ur topqil olmaydigan bir Yevropada bugun ko'plab Uyg'ur mishari o'zining haq huquqini qo'llab yashayotdi. Demak, bu yerdagi Uyg'ur xalqidagi bugun Yevropa miqyosida bo'lsin va yoki Shimoliy Amerika qit'asida bo'lsin, Uyg'ur xalqidagi ovozning chiqishiga bizning da'vo sepimizdagi dunyo Uyg'ur qo'zg'olgan qadamlari va navbatda xizmat qilganlar va uningdan bilak har sohasida o'zining qo'lining qo'ldan kelishicha Sharq Turkiston musulmonlarining da'vosini islom dunyosiga va g'arb dunyosiga anglatish uchun qilgan qarindoshlarniki turk negiz aylab qolmaydi. Hamda shundan birga misol bilan bo'lsak, dunyo Uyg'ur qo'zg'olgan g'arb dunyosiga o'zi xalqimizning ovozini yaxshi obdan anglatgan bo'lgan bo'lsa-mu, lekin biz islom dunyosiga bir qadar kam qilib qoldik. Yetişemeye kaldık. Bunun asas sebebi birinciden xalqlarimizning ata-onalar Xitoydan ko'rega berish, ular besimli sababdan asla qo'rqib qoldik. Shu sababdan Arab dunyosi o'zimizning arab qarindoshlarimizga va turk qarindoshlarimizga, unda bizning chegaramiz bo'lgan Hindiston va Rus qatorliq yerlarga angladigan ovozimizning oz bo'lganligi, kamchil bo'lganligidan ba'zi ishlar yetarli bo'lmay qoldi. Dal shunday bir fursat sharoitda Xitoy hukumati o'zining iqtisodiy masalan bir qurilish loyihasi, Ipak yo'li va hokazo qatorliq o'zining iqtisodiy afzalligidan foydalanib va xalqimizning ichki navbatda ishchimiz saqlanayotgan ba'zi bir kuchli bir masalalarda Xitoy buncha qo'l silib, avvalan bizning qarindoshlarimizni Misrga olib ketaman deydigan mana shunday bir ajalliq sungan bir fursat bo'ldi. Bu fursatda yolg'iz men emas, bu sohada masalan bizning qarindoshimiz Nijat Turg'un, Ruqiya Turdishxonim ve şuna böyle mesela bir qancha qarindoshlar biz şuna bir ahvolda nayt aktiv bo'lib qo'limizdan kelishcha tirishchilik ko'rsatib, avvalgi biz o'zimiz musulmon, bizning da'vomiz haqliq da'vo, payg'ambar alayhisalom mesela biz zolimni oldida so'zlash, qat'iy ibodat, qat'iy jihad degan to'g'ri. Xitoy masalan bizning atrofimizda 4-5 bo'lsin ya bir aytib elchixonasi va xolis qilg'ashi qila oladi. Lekin bizga haqqanda bir xapliq, haqqanda faqat Alloh tarafidan keladi. Biz faqat iymonni Allohga bog'lag'imiz uchun, tavakkulni Allohga qilganimiz uchun bizning xalqimizni Xitoylar hiçbir günahsız, sebepsiz xalqaro qonun xilab, o'zining qonuniga xilab oldi. Bizning xalqimizdan ko'p o'qimas, xalqaro qonun tushunmaslik va O'zbekiston davlatlarniki qonun tushunmasdan iborat mushu oziq nuqtasini foydalanib o'tirib, yana bir qatim qatlamni epolmoqchi bo'lgandan keyin biz bu yerda shu qarindoshlardan fikr birlikda biz bu tashviqotda biroz kuch ishlab qoldik. Shunaqa. Masalan, bu qatimliq masalani bir
tilga o'tayli. Şu Mısır'daki o'quvchilarninki tarqilishi va yoki shu qiyinchilikdan qutulish masalasida dunyo sohasiga, media sohasiga bir güzelce bir nima berdik, belgi berdik unga. Bunun nurun qiyinchiliklar bo'lib o'tdi. O'tgan qatim biz uni bir paranglashgandik. Masalan, ba'zi qarindoshlarniki bu media sohasida jiddiy qichilishi yoki to'liq shaklda anlatolmasligimiz tufayli anlatgan joylarimizning masalan bizni izlab shu Mısırda zaten nemish bo'ladi, Uyg'urlarning uchun nemish bo'ladi deb Al Jazeera bo'lsin, boshqa dunyodagi mashhur kanallar, media sohalari bo'lsin, bu vaqtda sizlarga o'tirib chiqdinglar. Yani bir hanımefendi o'tirib chiqdi. Undan boshqa Mısırdan kelgan, Turkiyada turayotgan yana bir qarindishimiz o'tirib chiqdi. Amerikada turayotgan bir qarindishimiz o'tirib chiqdi. Bu yerda media sohasida 5-6 qarindishimiz o'tirib chiqdi. Meylen ismini sanab bo'g'ilmaydi. O'rtaq shaklda bu qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Chunki bu o'tirib chiqish bugungi bizning jihodimiz bo'lib qoldi. Yani bizning bu yerda mayli Yevropada olsun, mayli Türkiye'de olsun, mayli başka yerde olsun. Bugün bir şahsınki o'tirib chiqib, ey zalim Xitoy, sen bizning ziminimizni besib olding, sen bizni o'ldirding, sen bizni vayron qilding, sen bizni ota-onalarimiz bilan kurashtirishdan mahrum qilding, sen bizni hatto turayotgan boshqa davlatlardan xotirjam turish imkoniyatidan mahrum qilding. Sening bu qilmishlaring haqiqatan bir jallodning, bir diktatorninki qilmishiga o'xshaydi. Biz sana qarshi turamiz, biz davomli ko'rishimizni o'tirib qo'yamiz, biz bu yo'ldan chekinib qolmaymiz deb o'tirib chiqishi, bu hozir bizning harakatimizning eng ustun bir qatlamaga chiqqan bo'lib qoldi. Shuning uchun biz bu shaxslarimizdan faxrlanishimiz kerak deyman. Yani birinchi yo'q bu tashviqot sohasida bugungi zamonda, chunki bu so'zni qilmoq intayin tasqirlanishlar. Bizning ota-onalarimiz vatanda, urug' tuqqanlarimiz vatanda Xitoyga qarshi ikkiranning oldida, ko'k bayroqning oldida chiqib so'z qilmoq uncha bir oson ish emas. Agar oson bo'lib qolsa sinab baqsa bo'ladi qarindoshlar. Qanchalik qiyinchilik duch kelganligi, qayerdan telefon kelganligi, qayerdan tahdid kelganligi, qayerdan biz vayron qilamiz, o'ldiramiz, solaymiz deb kelganligini shu qarindoshlar sinab baqsa bo'ladi. Uning uchun biz bu qarindoshlardan faxrlanamiz va bu qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Hem dua qilamiz bu qarindoshlar. Bo'laqmi shu Misr masalasida hiç meydanga chiqib bakmagan qarindoshlarimiz, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, qayerda bo'lsin, o'tirib chiqib bu tashviqotni qila oldi. Masalan, qarindishimiz Abdug'ani Sabit. Mayli bizningki tabiatimizda qandaq bir masala bo'lsin, uni mayli ba'zilarimiz ig'ir bisib qilamiz, ba'zilarimiz jalloq bo'lamiz. Har xil shaklda kayfiyatlarimiz bo'ladi. Ammo bu yerda o'tirib chiqib xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Yani sözünü uzatmay, yani bu qarindoshlarimizni haqiqatan Alloh rozi bo'lsin deb men bu so'zimni tugatyman ki bu masalada bir qiyinchiliklar bo'ldi yani bu qatim yo'q. Bu masala yo'q edi. Masalan bu masalada bizningki qarindoshimiz Abdulla Ayub qo'ldan kechmasdan birlashma agentliklar yaxshi xizmatdan berdi. Suhbatdan berdi. Bergandan keyin o'ndagi masalasi bizning Amerikalik qarindoshimiz Salih, masalan Roberto Desparin, bizim kardeşimiz Nicat, onunla başka bizga hamkorlashgan qarindoshimda buni ismini qo'ymaymiz, chunki biz erishib olmadik, ishimiz bo'lgani uchun. Shunga biz yani eng yuqori hamkorlashdik. Har qaysimiz orqali o'tib bo'lgan bo'lsakmi, masalan biz bu yerda muxbirlarga bergan so'zlarimiz biz ish qilamadik. Masalan kardeşimiz Salih bo'lsin, Nicat, Ruqiya xonim yoki men bo'lay, har qanday bir yerdan bizga mushtar muxbirlar aloqalashib, mundaq holat, mundaq ahvol degan vaqtimizda siz ma'ni qiling, men ma'ni qilay, siz a'ni qiling deb o'tirib, masalan bir-birimizga vaqt va sharoitimizga yetishicha, qo'limizdan kelishicha eng yuqoriga chiqardik. Biz masalan bu yerda qaysi fikr, qaysi ideologiya bo'laydi, lekin birinchi masala bizning vatanimizga sharqilsa musulmonlik dard ahvolini anglatish va navbatdagi ana shunday birlikka nimaga ko'raganini bo'lgan shu qarindoshimizni qanday ahvolda tezroq mislni ichib ketish. Chunki bunda bo'lmagan ahvol asar agar bu tashviqot kuchaymasa, kuchlik bo'lmasa, bu yerda faqat Misr hukumati tushgan besim ajizaydi. Mana mushlar fursat, mana mushlar bir sharoitda, masalan, xalqaro kechirim tashkilotiniki, xalqaro inson ko'z tashkilotiniki, qator o'rindagi yuqoridagi rahbarlar, davlatlarniki bu suhbat narsani ko'rgandan keyin va shunga birga bizning Misrdagi qarindoshlarimizning barakalloh tirishchilik bilan ba'zi videolarni ko'chirib olish, rasmlar joyida yo'llab berish, mana shunday tirishchilik bilan
biz aşkını yo'llab bergan narsa xalqaro axborot vositasiga vaqt-vaqtida joy ochib qolganimiz uchun shuning yuqorqi tashkilotlar Misr hukumatiga, hattoki mesela Amerika davlati, bu davlatlik diniy ishlar komiteti bo'lsin, qator qurulma besim qildigan va Misr hukumatininki mayaqdan tutsin, mayaqdan qo'yib berdigan buni mushaq sharoitlar bilan nurg'un qatnashimizdan saqlanib oldi. Yana biz bu yerda birlashishda hech qanday bir to'siq uchirmadik. Hamma o'zaro bir-birimizni yaxshi ko'rib, qadrlashib, turib boqmasakmi bir-birimizni, gapirib boqmasakmi biz shu zaman birlikka qildik. Yani bu qitim bu her tarafdan bir baştan baş çıkarış arkalık bu xalqarada bir besim paydo qila oldik. Yani bu Mısır yani azaldan o'quvchilarni taqtishdiki bu Xitoyninki bu büyük bir hareketide biz bunu besim qila oldik ve bu nimaga yansıdı? Yani bu ta'sirini ko'rsatdi Yevropaga. Mesela Gollandiyadimi bu qarindoshlarga o'tirim izin chiqishda bu rol o'ynadi deb qarayman. Bu acayip mesela qarang 1990-yili, 97-yili yoki mesela 96-yili 2009-yil bo'lasin bizning xalqimiz qanlik badal to'ladi. Bizning xalqimiz dunyoda hech qanday bir millat to'lab boqmagan ig'ir badal to'layotdi. Lekin biz bu badalni nima uchun Xitoy davlati doim bizning ovozni chiqarib qo'ymaydi? Chunki ovozning sir chiqishdan qo'rqadi. Chunki Xitoyniki atrofdagi davlatlar va boshqa davlatlar yapgan iqtisodiy, jug'rafik, siyosiy ishlar bor bu yerda. Chunki Xitoy bundan qo'rqadi. Qo'rqadi bizning ovozni chiqishda qolmaydi. Ama mesela bizimki 1990 bo'lsin, 95, 96-yillar va yoki 97-yillar, 2009-yildagi xalqimizning qonlari bekor ketmaydi. Bugun mesela Shimoliy Amerika, Avstraliya yoki Yevropa davlatlaridagi Uyg'urlar, necha ming Uyg'urlar agar shu davlatlarning vatandoshlik pasportini olgan bo'lsa, ana shu qarindoshimizning qonliq belgilanliq. Demak, bizning xalqimizda inqilob bulug'liq. Bu inqilobimizda qanday ahvolda xalqaro sayni ib chiqish, xalqimizning ovozini anglatish, bu faqat shaxsiy ishga xalqimizning foiz bo'lib qolmasdan, balki mushu Yevropa davlatlariga ko'chman bo'lib kelayotgan qarindoshlarimizga shu vatandoshlik o'tishiga, masalan, alay töhfesi oldu. Mesela Xitoyni misalga olsak, Xitoy davlati har yili yoki boshqa bir ma'lum davlatlarga o'zining jasurni avatib, ba'zi Uyg'ur jasurni avatib, mesela şu g'arbki davlatlar ularga vatandoshlik bergandan keyin, "Ya men ketma bo'ldi vatanga" deb, masalan, sen vatan ketgan omillar bo'ldi, maqsad nima deyapmiz Xitoy? Men qarab baxmana. Üzlüğe geçip geldi lekin seninki bu yerdeki kişilik hukukundan, senin demokratiyandan benim Uygur'a belgen nersem yaxşı diyen signal görüşten özün casusunu evette casusları Avrupa devletler kep oturup müşahede vatandaşlık ep olgan iken hiç numus kılmasın, hiç hıcıl olmasın, Allah'tan eğmenmezsin, hatta bizden eğmenmezsin, hıcıl olmayamazsın, aşı vatangi gidip bunu Avrupa devletlerin aldık, Uygur'a Xitay zulüm kılmaydı. Çünkü Xitay davatlığı mesela Xitay'daki taxtan Araplı kanalı olsun, Xitay'ın taxtan başka kanalı olsun, biz Uygur zulüm kılmayamaz, Uygur'a hatta lükçek, radikal, qaraqçı, gap anlamaydı, qonun tushunmaydi. Deyotgan bizning qonunimizni anlamasam, men qanday qilaman ben belki davlat deb Uyg'urga mushtaq qarayotdi. Demak, Xitoy bu yerda tashviqotlar buni qarayotgan bo'lsa, bir turkum bo'lsaga munofiqlar shu Xitoyning gapini anglab, bu yerga kelib panoh qilib pasport ib bo'lgandan keyin tashviti bu narsa, ya'ni Xitoy qaytib ketib Xitoy yaxshiga degandek bunda bir signalni berdi. Masalan, shunga bunda ahvolatida bu ahvolatida mushu Misr qarindoshlarimizniki beşik yaratgan dard alam va kulfatlarni biz vaqt açıqmasak, Misr bo'lsin yo boshqa yerlar bo'lsin, beşik kuyayotgan qarindoshlarimizniki dushayotgan masala, masalan, O'rta Osiyo va O'rta Sharqga hozir o'ygan beshiga xalqlar ko'ngil siqyapti. Muşlarning beşik ko'ngilga kivatgan mushu tahdidlarni biz bugungi kundagi G'arbiy Yevropa davlatlari, Amerika, Kanada, Avstriya qator davlatlarga yaxshi va to'g'ri ravishda anglata olsak, xuddi bugun Suriyaliklar Turkiyada minib kelganga o'xshash, masalan, Somaliya yoki Iroqlar minib kelsa, bu davlatlar gapqilmaylar, ularni qabul qilib qilganga o'xshash vatandoshlik qilib. Bizning agar ovozimizni anglatmasak, sizning qarsangiz bu odamni qarsa, u odamni qarsa, shunlar o Misrdagi odamga kelinmaydi. Boshqa Uyg'urlar kelinmaydi. Shu vaqtimizda Uyg'urlar barda yeri qolmaydi. Shu Xitoyning maqsadi Uyg'urni tonilib dumlab o'tirib, urib tugitib, aşağı ot yiqib, no'rchi qilib, dastlab tugitib, asmasini qilib, bu yerda o'ldirib, Xitoy bu maqsadga yetmoqchi. Masalan, bu. Bugün mesela vaqt münasebetiyle sözümüzü qisqartimiz qarindoshlarga. Xitoy tashviqot sohasini chet elga qo'l tiqishga boshladi. Bo'libmi hozir Abdug'ani qarindoshimiz deb o'tganga o'xshash chet eldagi insonlarga xalqaroga Uyg'urlarni jahil, radikal, mana shunday ko'z tiktirishib hozir har tarafdan tashviqot organlaridan setilishga urinyapti. Bundan kim mayli Turkiyada olsun, mayli Yevropada olsun, mayli O'rta Osiyoda olsun, Uyg'urlar nima kunni ko'rdi, bizda bu aniq emas, ammo biz buni ma'lum
taxmin va farazlarni qilishimiz kerak va buni Xitoy oldin qo'lsa bo'lg'ich biz buni bilishimiz kerak bo'ladi. Bo'labmi Turkiya masalasida nihoyatda biz jiddiy turishimiz kerak bo'ladi. Bo'labmi mayli Turkiya kamuoyiga, ya'ni yetkililarga, Turkiya hukumatiga o'zimizning dardini taqimjiq anglata olsak, bu yerda turish imkoniyatimiz cho'ng bo'ladi. Bo'labmi xalqiga. Agar yaxshi anglata bir video bilan yoki bir atal shaxslar bilan o'tgan qatimki propagandaga o'xshash butun Uyg'urlarni qadrlaydigan havollar bo'lib qoladi. Shuning uchun mayli Turkiya bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, har qanday bir masalaga duch kelgan zamonlar buningki jonliq to'mirini tutib, inshaalloh buni xalqaro sahnaga olib chiqa olsak, Alloh xolisa buning bir foydasi bo'ladi degan deyman. Va so'zimning oxirida deymanki, bugun Xitoy tashviqot sohasi qo'ltiqi bilan Facebookda yaqindan beri bir qancha shaxslari Xitoyninki jiddiy fitna taqdi. Ya'ni bu tashviqotga munosabatli bo'lganlik uchun so'zim oxirida deb qo'yay. Uningdan boshqa shu Markaziy xalq radio stansiyasi nomida Xitoy o'zininki jiddiy tashviqotini boshladi. Buningdan keyin Facebookda jiddiy cho'ngiyotdi va cho'ngiyib buni qo'lga olmoqchi, ya'ni Uyg'urlarning butun tashviqotiniki, ya'ni bu qo'l orqali bo'lish uchun Xitoy chet eldagi Uyg'urlarga har kuni o'nlarcha video taqib, yanada o'zini yaxshi ko'rsatishga, chet eldagi bu mujodilamizni suslashtirishga urinyapti. Qarindoshlarning bunga diqqat qilishini mana shunday shaxslar, masalan, ba'zi shaxslar Daesh bu IShID deganlarni bozorga silib va yoki ba'zilar millatchi, vatanchi, demokratchi deganni bozorga silib Facebookda jiddiy shaklda yuzlarcha inkaslar bilan jiddiy qoyintib, Uyg'urlarning diqqatini boshqa yerga chechib, bizning milliy, diniy, fikriy, ilmiy sohalarda ilgirlashimizga to'sqinlik qilayotgan shaxslar o'tirib chiqib, bu tashviqotimizni kontrol qilishga urinyapti. Bo'lib, yaqinqi zamonlarda shunday shaxslar intayin Xitoyninki qo'lchumoqchilari paydo bo'lib qoldi va Xitoyninki maxsus organlari Facebookda tashviqotini boshladi. Mana bu shunday masalalarda qarindoshlarimizning jiddiy bo'lishini, bunday narsalarni taqatmasligini, bunday xalqimizga fitna bosada keladigan va yoki Xitoyning tashviqotining yoyilishiga yo'l ochib beradigan masalalarda diqqat qilib, bunday narsalarni taqitishga, buni paylaşib qilishga yordam bermasligini umid qilaman va bizningki mayli Abdug'ani Sobit qarindoshimiz bo'lsin, mayli men bo'lay, mayli boshqa O'ylam To'rbekov va undan boshqa shaxslar, nurg'un shaxslar chiqdi, ismini tilg'ab bo'lmaydi. Bunday shaxslarimizningki tashviqotiga destekchi bo'lishinglarni, iqtisodiy jihatdan yordam berish imkoniyati yo'q bo'lyapti. Bir Facebook olsun, mayli boshqa taraflarda vatan xalqining g'amini yeyotgan, Sharq Turkiston mujodilasining oldingi sepida ketayotgan har qanday bir shaxsningki tashviqot sohasida qilayotgan xizmatini qo'llab, desteklab berishinglarni. Avvalan Alloh himoyachimiz, bizning qo'limizdan kelgancha qilamiz. İnşallah albatta biz g'alaba qilamiz. Chunki albatta g'alaba haqda mustahkam to'g'ridan birga bo'ladi inshaalloh. Allah hammadan razı olsun. Vaqtini qo'ydik. İnşallah yana bir qatim suhbatlarimizda sizlar bilan ham suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.